Assalamualaikum qarindoshlar, Ramazon muborak bo'lsin. Men bu videomda hozir hammalar qiyilayotgan ko'z masalasi to'g'risida ozroq so'zlay deb o'yladim. Qo'l telefon bilan kompyuter hozir hammalarniki ayrılg'il bo'lmaydigan bir qurol aylanib qoldi. Shunlashqa ko'zimizni qandoq asirsak bo'ldi degan qatorda ozroq qisqa tushuncha beray deb o'yladim. Bu yapılıqlarning yaxshi yerlik davolash usul ekan. Agar davomlashtira olsangizlar cho'qim yaxshi bo'lib ketadi ekan ko'z. Men atrofniki do'st birodarlar dedim. Gerçi men ko'z doktor bo'lmasam-mu, ozroq bo'lsa-mu ko'pchilikka foydasi bo'lib qolsa degan maqsadda bu videoni ishildim. Bu videoni ko'rib bo'lgandan keyin ozroq bu ko'zning tuzilishini so'zlab bersam, haqiqatan qoyil bo'lsizlar deb o'ylayman. Bu usulni men qandoq bildim deganni ozroq qisqa tushuntirsam, men Tokioda o'qiyotgan vaqtimda mendan 4 yillik bir sinfda o'qiydigan qizlar bilan bizning sinfdagilar hammalar bir anatomiya darsida yiroq turib muallimniki, professorlarniki PowerPoint'ini ko'rib, undan keyin mush jasadlarni operatsiya qilgan ishlarni qilatdik. Shu vaqtda men ko'zini taqaytdim. Shuningla o qiz bolaning ko'zi shunday yaxshi ekan, qarab sening ko'zing bak yaxshi ekan desam, menga mo'mon bir usul o'rgatib qo'ygandi. Shu usul degandim, mening ko'zim haqiqatan yaxshi bo'lib ketdi. Men burun shunchalik qalin ko'zini taqaytdim deb shunday dedi. Shuning bilan qanday usul deb shunday desam, shu quloqqa qarab, uningdagi yiroqqa qarash usuli. Men buni qisqacha oldingi yozda kichik qizim tatib qo'ygandi. Mazoq qilmay bir ko'ringizlar. Mush usul orqali yaxshi bo'lib ketibdi. Men o'rganib olgandim, shunga ko'pchilikka tarqatishni o'ylashdim. Ko'rib bo'lgandan keyin tushuntirish beray. Ko'zniki meshqi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Qo'limiz qaraymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yiroq qaraymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mushni davomlashtirsanglar ko'zinglar pechat o'tib ketadi. Demakchi, mushi oddiy bir usul. Buning mu ilmiy asosi bor ekan. Men bu materiallarni ko'rsam, bu yapiliqlarniki. Mushu barmoqning uchiga qarash, yiroq qarash, undan keyin barmoqni yaqin qilib qarash degandek. Buniki falsafiy jihatdan, nazariy jihatdan o'xshash deb o'ylayman. Shunlashqa bu ko'zniki qurilmasi qaraydigan bo'lsak, amaliyotda bu ko'zning qurilmasi qaraydigan bo'lsak, mush ko'z olimimizni tutib turadigan 6 tal inchga shu qizil ko'rinayotgani 6 tal muskul bo'ladi ekan. Mush muskul qo'limizga qarash, yaqin qarash, undan keyin yiroq qarash orqali fokusni tanglab mangdi ekanda. Shunlashqa buning ilmiy asosi bor ekan. Buni bir kunda 10 minut 90 kun eng oz degancha 90 kun qanchalar shunchalik ta'sirini ko'rgul bo'ldi ekanda. Amaliyotda davomlashtirish pek muhim, hammalar bilamiz. Shunlashqa qarindoshlarniki mush harakatni bir hafta 10 kun qilib olsak davomlashtira olamiz deb o'ylayman. Odatda o'zimiz davomliq o'ltiradigan joy bo'lamdi yoki balkon bo'lamdi, shak bir belgi qo'yib olib, davomliq esimizga sap praktik qilsak, menimcha cho'qim yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylayman. Hammalarga sog'lomlik yor bo'lsin. Andan keyin oxirida deydiganim, mushu YouTube kanalimning ostidagi mushu subscribe degan a'zo bo'ling deganni bassa, ba'zi qarindoshlar mushu pul oldiga o'xshaydi deb o'ylab olganlar borki, albatta ehtiyot qilgan yaxshi ish. Biz bu kompyuter, qo'l telefon deganni yaqinlarda o'rgangan, shunlashqa eskartib qo'yay dedim. Buning hargiz pul olmaydi. Faqat a'zo bo'lsangiz, men mush tan saqliqqa oid yangi videolarni ishlatsam, sizga birinchilab ko'rindi degan ma'noni bildirdi ekan. Şunu bunu eskartib qo'yay dedim. Mangizlar ko'pdan ko'p rahmat.